Express 24, Uzum yoki Yandex qaysi birida kuryerlik qilish foydaliroq? Sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga uchalovini ham obzor qilib beraman. Qani bo'lmasa, kettu! Birinchi Yandexdan boshlasak, plyusda xohlagan paytingizda ishga chiqsangiz bo'ladi. Har bitta zakazga 17-18 ming so'mdan olasiz. Zakaz va klient orasidagi uzoqlik unchalik uzoq bo'lmaydi. Minus tarafi hech qanaqasiga garant puli bo'lmaydi. Necha pul topishingiz o'zingiz va oyog'ingizga chidamliligiga bog'liq. Ikkinchisi bu Uzum tezkor. Bu yerda sizlar garant puli, ya'ni bitta smen 6 soat uchun o'rtacha 120 ming so'm pul topsanglar bo'ladi. Lekin bu pulni agar siz zakazdan topgan pulingiz 120 mingdan kam bo'lsa olasiz. Agar hattoki 130 ming so'm bo'lib qolsa, sizga garant pulingiz qo'yadi va bu Uzumning minusi. Zakazlarning uzoqligi bo'lsa, Yandex bilan bir xil. Uchinchisi bu Express 24. Biz skuterda bo'lganligimiz uchun zakazda to'xtamay oqib tushdi. Skuterda ancha uzoqroq masofaga zakaz tushadi. Har bitta zakazdan 20 minggacha pul ishlasanglar bo'ladi. Lekin minus taraflari yo'lda sal xavfliroq bo'ladi va ancha sovqatib qolasizlar. Meni baholashim bo'yicha birinchi o'rinda Express 24, ikkinchi o'rinda Uzum tezkor va uchinchi o'rinda Yandex Eats. Sizlar qaysi birini yaxshiroq deb o'ylaysizlar? Kommentlarga albatta yozib qoldiringlar.